Arab davlatlari Isroilning Erondagi gaz koniga uyushtirgan hujumidan g'azabda. The Wall Street Journal: Arab davlatlari rasmiylari Qo'shma Shtatlarning Eronning energetika infratuzilmasiga zarbalarni to'xtatishga faol ravishda undab kelayotgan edi. Isroilning Erondagi Janubiy Pars gaz koniga hujumidan keyin esa arab siyosatchilari o'zlarini Tehronning zarbalari ostida qolayotgandek his qilmoqda deb yozdi gazeta vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib. AQSh Senati Trampning Eronga qarshi harbiy harakatlarni cheklashga qaratilgan ikkinchi qonunni rad etdi. Politico: AQSh Senatida prezidentning harbiy vakolatlari to'g'risidagi rezolyutsiya qo'llab-quvvatlanmadi. 47 nafar senator mazkur qonun loyihasini yoqlab, 53 nafari esa unga qarshi ovoz berdi deya xabar bermoqda nashr. Eron futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etishini e'lon qildi. Bu haqida Eron futbol federatsiyasi prezidenti terma jamoaning Turkiyadagi yig'ini oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida aytib o'tdi. Biz AQShni boykot qilamiz, ammo jahon chempionatini boykot qilmaymiz, dedi Toj. O'q-dorilar Ukrainaga yuborilmasdan o'z manfaatlarimiz uchun ishlatilishi kerak. Pentagon rahbari: endi ustuvorlik o'z ehtiyojlarimizga qaratilishi. Yangi qonun loyihasi esa harbiy sohani barqaror moliyalashtirish va resurslarni tiklashni ta'minlashi shart, deya qo'shimcha qildi Pit Hegseth. Bugun Eronga eng yirik zarbalarni amalga oshiramiz. Pentagon rahbari Pit Hegsethning boshqa bayonotlari. Yaqin Sharq va Yevropadagi noshukur ittifoqchilarimiz prezident Trampga faqat rahmat aytishi kerak. Hozirda Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi yoki Basij rahbari bo'lish juda xavfli. Bu vaqtinchalik lavozimlar. Biz Eron va uning harbiy infratuzilmasidagi 7000 dan ortiq nishonlarga zarba berdik. Ommaviy axborot vositalari haqiqatni buzib ko'rsatmoqda. Yutuqlarimizni qaytarishga va vaziyatni aslidan yomonroq qilib ko'rsatishga urinmoqda. Bu boshi berk ko'cha emas va abadiy urush ham emas. Biz ishonch bilan g'alaba qozonyapmiz va urushni o'z qoidalarimiz asosida olib bormoqdamiz. Eron o'nlab yillar davomida resurslarni odamlarga emas, balki raketalar, dronlar va proksi kuchlarga sarflagan. Bizning imkoniyatlarimiz oshib bormoqda. Eronning imkoniyatlari esa tez sur'atlarda qisqarmoqda. Eron hali ham javob berishga urinmoqda, ammo buni to'liq amalga oshira olmayapti. Biz bu amaliyotni kelajak avlod yadroviy qurolga ega Eronga duch kelmasligi uchun qilyapmiz, dedi Pit Hegseth.